Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Hozircha biz 3-jahon urushi emas, 2-sovuq urush holatidamiz. Bloomberg. Oq uy Kiyevning g'alabasiga shubha qilmoqda. OAV. Jamiyatda tarqoqlik chiqarishga qaratilgan har qanday urinish bostiriladi. To'qayev. Hammasi qurollarini tashlaydi, faqat sharti bor. Polsha Ukrainaga harbiy yoshdagi erkaklarni qaytarishga yordam beradi. Polsha mudofaa vaziri. Hozircha biz 3-jahon urushi emas, 2-sovuq urush holatidamiz. Bloomberg. Qo'shma Shtatlarda yashovchi shotlandiyalik tarixchi Phil Fugdens o'zining maqolasida dunyo 2-sovuq urush davrida yashayotganini qayd etdi. Uning ushbu maqolasi Bloomberg nashrida chop etildi. Uning fikricha, AQSh va Yevropa davlatlari Xitoy, Rossiya va Eronning birlashishiga qarshilik qilmoqda va bu mojaroda g'olib kimligi noma'lum. Bundan tashqari, so'nggi sovuq urushdan farqli o'laroq Xitoy AQSh uchun Sovet ittifoqiga qaraganda ancha kuchli iqtisodiy raqibdir. O'z navbatida AQShlik spiker Mayk Jonson Qo'shma Shtatlar Vladimir Putinning Yevropa bo'ylab yurishiga ruxsat bermasligini, shuningdek Rossiya, Xitoy, Eron va Shimoliy Koreyaga Washington erkinlikni himoya qilishini ko'rsatishi kerakligini aytgan. Tarixchi Xitoyning Rossiya harbiy sanoatiga ko'rsatayotgan katta yordamini ham qayd etadi. Pekin tinchlikparvar sifatida harakat qilmoqchi degan da'volarga qaramay, 2022-yil bahorida rus qo'shinlari Kiyevdan chekinganidan beri Si Szinpinning qo'llab-quvvatlashi Putinning omon qolishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi, deydi u maqolasida. Shuningdek, Tehron Rossiyaga 2024-yil aprel oyi o'rtalarida Isroilga uchirilganlariga o'xshash dron va raketalar yetkazib bermoqdaligini yozgan. Uning qayd etishicha, Rossiya esa ehtimol Eronning havo mudofaasini kuchaytirishga yordam beradi. O'z navbatida Xitoy Eron neftining asosiy xaridorlaridan biri bo'lib, Xitoy tashqi ishlar vaziri Tehron Isroilga qilingan hujumda qoralamadi. Ehtimoliy eng xavfli ssenariy Xitoy, Rossiya va ehtimol Eron ishtirokida mafkura emas, balki bir-birini to'ldiruvchi noroziliklar birlashtirgan gegemonizmga qarshi koalitsiyani yaratish bo'lishi mumkin. Uning tushuntirishicha, Qo'shma Shtatlar afg'onlarni Tolibon hukmronligi ostida qoldirib, Rossiyani Ukrainaga hujum qilishdan, Eron esa Isroil bilan ziddiyatni kuchaytirishdan to'xtata olmadi. Hozircha baxtimizga biz 3-jahon urushi emas, 2-sovuq urush holatidamiz. Biroq 2-sovuq urush birinchisiga qaraganda tezroq rivojlanmoqda. O'sha paytda ham, hozir ham sovuq urushning sabablari mafkuraviy edi. Ba'zi respublikachilar erkinlikni himoya qilish haqida gapirishga qaytishdi, ammo Putin va Si Szinpin uchun bu Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan rangli inqiloblarning belgisidir. Bu shuningdek texnologik poyga, inflyatsiya va ichki bo'linish, Xitoy va Rossiya o'rtasidagi hozirgi birlik, AQSh va uning ittifoqchilari uchun haqiqiy bosh og'rig'i. Biroq har ikki tomonga qo'shilmaslikni ma'qul ko'rmaydigan ko'plab davlatlar bor, deb yozadi Fergyuson. Uning so'zlariga ko'ra, farq shundaki, Xitoy Sovet ittifoqiga qaraganda ancha kuchli iqtisodiy raqib. Bundan tashqari, G'arb Xitoy bilan iqtisodiy jihatdan ulkan ta'minot zanjiri orqali SSR bilan hech qachon bog'lamagan. G'arb davlatlari ishlab chiqarish quvvati bo'yicha ham Xitoydan ancha zaif. Yana bir farq shundaki, AQShning moliyaviy siyosati butunlay barqaror bo'lmagan yo'lda. Fergyusning bildirishicha, Bayden ma'muriyati Jimmy Carter, Bill Clinton va Barack Obama tomonidan qo'llanilgan demokratik yondashuvga amal qilmoqda. Bu to'siqni emas, deeskalatsiyani anglatadi va mudofaa byudjetini qisqartirishga olib keladi. Donald Trump aksincha savdo urushlarini haqiqiy urushlarning olovi va g'azabidan afzal ko'radi. Ammo u to'sqinlik qilish uchun to'g'ri temperamentga ega. Agar bizning dushmanlarimiz uni oldindan aytib bo'lmaydigan deb bilishsa, Trump davrida esa mudofaa xarajatlari oshdi. Garchi Bayden Xitoyni texnologik to'sib qo'yish siyosatini olib borgan bo'lsa-da, u ko'p jihatdan Trampnikiga qaraganda qattiqroq va samaraliroq bo'lgan, ammo u endi zaif ko'rinadi. U nafaqat Amerikaning dushmanlarini jilovlay olmadi, u hatto AQShning yaqin ittifoqchisi Isroilning uning iltimosini bajarishga majburlay olmaydi. Shunday qilib, Eronning Isroilga hujumining yakuniy tarixiy ahamiyati uning yaqin sharqqa emas, balki AQShdagi respublikachilar kayfiyatiga ta'siri bo'lishi mumkin, deya xulosa qiladi Fergyuson. Oq uy Kiyevning g'alabasiga shubha qilmoqda. OAV. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyat rasmiylari Kiyev hatto 61 milliard dollarga yaqin yordam paketi bilan ham jang maydonida muvaffaqiyatga erisha olishiga shubha qilmoqda. Bu haqda chorshanba kuni Politico AQShning ismi oshkor qilinmagan 3 rasmiysiga tayanib xabar berdi, deb yozmoqda RIA Novosti. Oxir-oqibat ular g'alaba qozonish uchun kerakli narsani oladilarmi? Oxir-oqibat ha, lekin bu ularning g'alabasini kafolatlamaydi, deya manbalardan birining so'zlarini keltiradi nashr. So'nggi oylarda jang maydonidagi dinamika sezilarli darajada o'zgardi, deydi rasmiylar. Ularning so'zlariga
ko'ra, bu qisman Ukraina tomonida o'q-dorilar yetishmasligi bilan bog'liq, ammo yordam berilganidan keyin ham hududiy yo'qotishlarni bir necha oy va yillarni qaytarish uchun jiddiy harakatlar talab etiladi. Nashrning ta'kidlashicha, shu bilan birga AQSh Kiyevning taktikasi va ustuvorliklarini shubha ostiga qo'ymoqda. Ayniqsa, o'tgan yilgi qarshi hujum muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan so'ng. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan chorshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda ta'kidlaganidek, Qo'shma Shtatlar Amerika qurol-yarog' yetkazib berishni qayta boshlaganiga qaramay, Rossiya Federatsiyasining yaqin haftalarda yangi taktik muvaffaqiyatlarga erishishi mumkinligini tan oladi. Jamiyatda tarqoqlik chiqarishga qaratilgan har qanday urinish bostiriladi. To'qayev. Qozoq davlatchiligining muxoliflari mashhur bo'lish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on ma'lumotlar tarqatib, o'zlarining buzg'unchi kun tartibini tatbiq etishga urinmoqda, dedi Qosim-Jo'mart To'qayev Qozog'iston Xalq Assambleyasining 33-sessiyasida. Biz xalq sifatida niyat va intilishlarimizda har qachongidan ham birdan bo'lishimiz, jamiyatda etnik tarqoqlikning har qanday ko'rinishlariga murosasizlik muhitini shakllantirishga, fuqarolarni madaniy, til, etnik yoki diniy sabablarga ko'ra kamsitishga urinishlar va provokatsiyalarga qarshi chiqishimiz kerak. Biz adolatlilik, inkluzivlik, pragmatizm tamoyillariga asoslangan va butun xalq farovonligini oshirish uchun mustahkam poydevor qo'yadigan yangi iqtisodiy modelga o'tishni boshladik. Hokimiyat odamlarning tinchligi va xavfsizligini ta'minlash uchun choralar ko'radi. Jamiyatimizni bo'linishga bo'lgan har qanday urinishlar kim tomonidan uyushtirilgan bo'lmasin, bostiriladi. Hamas qurollarini tashlaydi. Agar Hamas Falastin mustaqil davlatga aylantirilsa va Isroil bilan 5 yoki undan ko'proq muddatga tinchlik sulhiga erishsa, qurollarini tashlaydi. Bu haqda harakat rasmiysi Halil Al-Hayya 24-aprel kuni Associated Press'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Falastin davlatiga 1967-yilgacha ega bo'lgan chegaralari qaytarilishi kerak. Hamas Isroilning 1967-yilgacha bo'lgan chegaralari bo'ylab g'arbiy sohilda va G'azo sektorida to'liq suveren Falastin davlatini va xalqaro rezolyutsiyalarga muvofiq falastinlik qochqinlarni qaytarishini talab qiladi. Ammo Isroil bunday kelishuvni ko'rib chiqishi dargumon, negaki uning amaldagi rahbariyati 7-oktyabrdagi voqealardan so'ng Hamasni tormor etishga va'da bergan. Shuningdek, Isroil davlat rahbariyati 1967-yilga Yaqin Sharq urushida qo'lga kiritgan yerlarini Falastin davlatiga qaytarib berishga mutlaqo qarshi. Polsha Ukrainaga harbiy yoshdagi erkaklarni qaytarishga yordam beradi. Polsha mudofaa vaziri Vladislav Kosiniak-Kamish chorshanba kuni Polsha Ukrainaga xorijga qochib chiqqan harbiy yoshdagi erkaklarni aniqlashda yordam berishga tayyorligini aytdi. Bu haqda u Polsat telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Unga ko'ra, Varshava uzoq vaqtdan beri Kiyevga ukrainalik qochqinlar va muhojirlar orasida safarbar qilinganlarni aniqlashda yordam berishni taklif etgan. Vazir bu yordamning o'ziga xos shakllari Ukrainaning ixtiyoriga ko'ra bo'lishini aytgan. Menimcha, ko'plab vatandoshlarimiz kafelarda ukrainalik yigitlarni ko'rib, Ukrainaga yordam berish qanchalar mashaqqat talab qilayotganini eshitib g'azablanishdi, dedi Kosiniak-Kamish. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.